qilib samolyot yasagan mana qo'llarida uchadi. Iloji bo'lsa uchirib ko'ringlar. Ha, bitta iloj. Efirimga qo'yaman. Mana akalar, ukalar qanaqa qilib yasatdilaring? Shu qo'lda o'zimizdan amaliyot topib, toshkentdan narsalarni olib kelib yasadik. Так, я готов. Qochib turinglar ukalar. Ey uka. Qoch. Mana hozir samolyot uchadi mana shu. Ixtiro qilib yasalgan mana. Qarab turinglar mana. Ketdi mana. Ona. Mana shu atrof o'zimizni atrofda nima qilib o'ring. Mana. Ona. Yuri. Gaz ko'tarilganini qo'shganim sababi nima bilindi lekin. Mana. Samolyot mana o'zlari ixtiro qilib yasagan mana uchyapti. Samolyot. Mana ixtiro qilishib. Ona osmonlarda. Ana mana. Gaz ko'p bermaydi. Tepalida gaz ko'p berasiz gaz olganda. Ey! Ko'rdingizmi? Avtobusda olganda gaz bermaydi, jon aka. Orqa ushamayapti, faqat tashlab olyapti, faqat tashlab olyapti. O'tda qumdi. Bolalar qanaqa qilib yasadilaring? Bir gapirib bersalaring. Qaysi birlarini gapirib berasizlar? Siz gapirib beraring. Mana bu hozir radio modul uchyapti, 2 to'rga uchyapti. Pultda radio master pocket, atta YLRS приемник turibdi. Video передача sistema 508 Hz ishlaydi. 350 mW video передатчик bor, kamerasi bor, Lollipop antenada ishlayapti. 4+ ham. 4+ Lollipop antenada ishlayapti. Oddiy akkumulyator ishlatganmiz, 3 akkumulyator qo'yganmiz. 1750 kV оборотli motor qo'yganmiz. 30 amperli regulyator turibdi. Shu to'rtta serverni oddiy shunaqa po'ket samolyotga rekonstruksiya qilib nima qilganmiz. Uchira olmaysiz. Shuni yo'ldan olib kelyapti. Bunga qancha rasxod ketgan? Mana shu polni turishi rasxodi ketsa 4 million, 5 million, ha? Buni qo'shsa alandan ko'p bo'ladi. Ha, u qimmat asosan. Hozir poket $300, bu $200, 500, anoni o'zi bir 200, 300 atrofiga bordi. Shuning bilan pul to'g'ri samolyotdan kontrakt qilishadi. Chunki bular boshqa narsaga ham ishlatsa bo'ladi-da, shuning uchun qimmat qiladi. Rahmat bolalar, zo'r ekan. Bo'ling, charchamang.